hammamiz biladigan mallet soch turmagini kelib chiqish tarixi qadimgi grek gladiatorlarga borib taqalishini bilasizmi? Men sizlarga mallet soch turmagini kelib chiqish tarixi va bu soch turmagi kimlarga yarashishligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mallet soch turmagini kelib chiqish tarixi qadimgi Gretsiyaga borib taqalgani bilan uni hit bo'lgan paytlari o'tgan asrning 70-80-yillarga borib taqaladi. Bu soch turmagi o'sha paytda rock yulduzlari, aktyorlar va sportchilar o'rtasida juda ham modaga aylangan, lekin 21-asrga kelib bu asta-sekinlik bilan modadan qolishni boshlagan. Hozirgi kunda mallet soch turmagini zamonaviy barberlar zamonaviy elementlar qo'shib, ya'ni fade, tekstura va jingali uslublardan foydalangan holda yana modaga olib kirishyapti. Bu soch turmagini asosan yuz qismi avalli yoki dumaloq insonlarga tavsiya beraman. Yana bitta narsa, bu soch turmagi asosan xarakteridan kelib chiqargan bo'lsak, erkinlik xohlovchi, erkin fikrlovchi, ya'ni rassom, shoir yoki sportchilarga asosan tavsiya beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bizani kuzatishda davom eting. Sizga yana qaysi soch turmaklari qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.